Shahar Nigoh markazidan 3 qarshi davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Barkamol Avlod ko'chasida bo'lib turibdi. Shundoqqina Begim ko'chasidan O'g'di ko'chasiga yurishda. To'g'rimizda yangi uylar qurilyapti. Demak, bu esa uyimizning tashqi tarafi, bilasizlar, eng baquvvat va eng zo'r qurilgan uylar mana shu uylar bo'ladi. 3 qavatli g'ishtli uylarning ikkinchi qavatida umumiy maydoni 73 kvadrat bo'lgan 2 xonalik tayyor yevro remont uyimiz sotuvda. Aziz obunachilar, hozirdan bitta like tugmachasini bosib, do'stlaringizga tashlab qo'yamiz. Chunki bunaqa arzon yevro remont uylar har doim chiqavermaydi. Ko'rib turganingizdek, akamiz aytish bo'yicha o'zi patologiyaga bir 20-30 millionlik xarajati bo'lgan ekan. Ya'ni o'zim yashayman deb qilgan. Hozirgi paytda srochniy pul kerakligi uchun sotilyapti. Ko'rib turganingizdek, bu mehmonxona hisoblanadi. 2 ta xona bo'lgan, oshxonani balkonga ko'chirib 3 ta xona sifatida foydalanib kelishmoqda. Eng asosiysi g'ishtli uylardan azoblashlar. 2-qavatdan. Ha aytgancha pastda alohida o'ziga qulf kaltli 15 kvadratlik joyi ham bor azoblashlar qo'shimchasiga. Bemalol skala sifatida ertangi kunda foydalansangiz bo'ladi. Bu esa spalni xonasi hisoblanadi. Aynan spalni xonasining derazasi ko'chaga qaratilgan. Derazalar akva, eshiklar MDF. Tezda shoshilamiz. To'g'rimiz esa dushovoy ikkalasi alohida, ko'rib turganingizdek to'liq kafillangan, tagimizga marmar toshlar to'shalgan ekan. Juda akkuratli, sifatli mahsulotlardan foydalanilgan. To'g'rimiz esa oshxonasigacha aziz obunachilar avval qilib qo'yibdi. Bunga nima deysiz? Aristonlar bor. Tezda shoshilamiz. Narxi 598 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Tepasida kelsangiz kelishamiz. To'g'rimiz esa oshxona. Boya aytib o'tganimdek, oshxonani balkonga ko'chirib, bitta tamadduxona sifatida bemalol o'tirsangiz bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Demak, tezda shoshilamiz. Naqd va ikkilamchiga sotiladi. Bu esa oshxonasi, katyonlar bor, gaz, suv, svetdan bu yerda yashaydiganlar o'z kommentariyaga yozib ketishadi. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78.